Assalomu alaykum qizlar, yaxshimisizlar? Qaranglar, men bugun o'zimga mana bunaqa chashka bakallar nabor zakaz qilganman qizlar. Hozir sizlarning oldlaringizga obzor qilib ochib beraman. Bu buni komplekti. Sovg'aga ham zo'r qizlar, buni qaranglar. Keyin mana bunaqa qilib, bu bilan nabor qilsanglar ham bo'ladi. Sovg'aga, yoniga bitta shokolad quyib, bunaqa chiroyli narsalar. Hozir sizlar oldlaringizga mana shu bakallarni ochamiz birinchi. Buni qaranglar, bunaqa himoya paketchalarida. Chiroyligini qarang. Tagida biberli xom. Hozirga buni kачествосini qarang. Вообще супер. Yana tarelkasini ochamiz. Yaxshi himoya paketchasi. Chiroyligini qaranglar. Mana kачествосini. Vau. Qaranglar qizlar, bu sovg'aga borku вообще zo'r. O'zingiz uyga ham mana shunaqa qilib oldik, mana shokoladcha, konfetchalaringizni qo'yib, pechenye qo'yib, shunaqa choy ichib, ofisda ishlaringizni qilib o'tirsanglar qizlar, chiroyligini qarang. Hozir urib olsanglar qizlar, arzon chiqqan qizlar. Shu katalogimizda arzon chiqqan qizlar, urib olinglar. Hozir buni ham qizirini ham ochamiz. Hozir qizili ham chiroyli ekan. Hozir ham tarelkasini ochamiz. Chiroyligini qaranglar qizlar, juda ajoyib sovg'a bu. To'g'risi men buni sovg'aga deb urib olgandim. Lekin buni yaltirashini qarang, lekin o'zimga ham обязательно bitta urib olaman qizlar. Ikkalasi ham ikki kishiga sovg'aga deb oldim. Fiberlik. Ular ham qizlarimiz ham fiberlikda ishlashadi. Fiberlik o'zimizni mahsulotimizdan sovg'a qilsam, ular kim qanday ko'ngillari xursand bo'lib ko'tariladi. Mana qaranglar qizlar, bu sovg'aga o'ta go'zal, chiroyli, esdalikka qoladigan narsalar qizlar. Sizlar ham o'zlaringizga urib olinglar. Bugun o'zimga bitta nabor urib olaman.